Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Ota farzandlariga bera oladigan eng katta hadiyalaridan biri bu uning onasini sevishdir. Agar ichingizda sizga bu harom, bu halol deb aytib turadigan ovoz bo'lsa, demak qalbingiz tirik. Hozirgi kunda ko'p odamlar o'lik qalb bilan yashamoqdalar. Ichingdagi erkatoy, beg'ubor qizaloqni otangdek erkak yonida gapirtira olasan. Boshqa payt yo'q. Ranjima ey ko'ngil, ranjima. Rasulullohniki xafa qilgan bu dunyo sallallohu alayhi vasallam seni xursand qilarmidi? Kimga maza qildingiz? Shahlo, Asadillo, Malika yoki Akmal? Ovoz bering. Izohlarda albatta nimadir yozing.